Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Andijon seleksiya jarayonidagi navbatdagi transferni amalga oshirdi. Klub matbuot xizmatining yozishicha, bu yilgi chempionatni nasaf safida yakunlagan tajribali himoyachi Igor Golban 2026-yilgi mavsumda Andijon sharafini himoya qiladi. Golban Superligada umumiy hisobda 420 ta o'yinda maydonga tushgan va 27 ta gol urib, 8 ta golni pas bergan. O'zbekiston Kubogida esa 30 ta bahsda qatnashgan. Bungacha Andijon Ashortiyo va Boltaboyevning transferini e'lon qildi. Transferlar oynasini faol boshlagan Navbahor, Islombek Mamatgazin va Dilshodjon Komilov transferdan so'ng Umar Adhamzodani ham o'z safiga qo'shib oldi. Ma'lumot o'rnida Umar o'tgan mavsum Paxtakor safida harakat qilib, 24 ta uchrashuvga maydonga tushdi va 2 ta gol urdi. Turkiyaning Ben Sports kanalida efirga uzatilgan 10 numara ko'rsatuvida futbol tahlilchisi Ugur Miliki Eldor Shomurodovning Başakşehir klubiga o'tishi mavsumning eng yaxshi transferlaridan biri ekanini ma'lum qildi. Eldor Shomurodov ham tabriklanishi lozim. Bu mavsumning eng a'lo individual o'yinlaridan birini Kasimpashaga namoyish etdi. Ehtimol Başakşehir uni to'liq sotib olishini ham kuzatamiz. Shomurodovning bu jamoaga o'tishi mavsumning eng yorqin transferlaridan biri bo'ladi. Klubni tabriklayman. Shuningdek, yosh murabbiy Nuri Shahinni ham alohida tabriklamoqchiman. U o'yin tugagach Shomurodovga munosib e'tirof ko'rsatdi. 2026-yilgi Jahon chempionatiga qur'a tashlash marosimi bugun bo'lib o'tadi. Rossiyalik mashhur sharhlovchi Konstantin Genich O'zbekiston termasining guruh bosqichidagi ehtimoliy raqiblarini taxmin qilib o'tdi. Uning fikricha, vakillarimiz turnining asosiy favoritlaridan biri sanalgan Ispaniya, shuningdek Kolumbiya va tarixda ilk bor mundial yo'llanmasiga ega chiqqan Curacao bilan bir guruhda tushishi mumkin. Genich ushbu jamoalar o'rtasidagi uchrashuvlar nihoyatda qiziqarli bo'lishini ta'kidlab o'tdi. Ma'lumot uchun AQSh, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan musobaqa 2026-yil 11-iyunda start oladi.